Xitoy zavodskoy lentali drobilkamizda sotuvga keldi. Bo'ylari 1,5 metrlikdan bo'ladi. Hop, kimga qiziq bo'lsa oxirigacha ko'rsalang, narxlari va ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hop, bu drobilkamizning vazifalari makka poyani selyoz qilib chiqarib berish bo'ladi. Qo'shimchasiga tepasida bunkerlari bor, poliz mahsulotlarini maydalab chiqarib beradi. Hop, bu drobilkamizning pichoqlariga keladigan bo'lsak, pichoqlari 6 qator splashnoy pichoq bilan jihozlangan. Qo'shimcha yana 8 qator kombaynda pichoqlari qo'yilgan bo'ladi. Bu 1 sm, 2 sm da qilib chiqarib berish uchun. Skorlariga keladigan bo'lsa, 2 xil skorlari bor. Tez-sekin qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Vallari quyma valdan bo'ladi. O'zi siqib olib kirib ketadi. Hop, lentalari ham bor, tortib olib kirib ketadi. Bu lentasi anchagina uzun bo'ladi, oldinga nisbatan ko'rishlar mumkin. Hop, endi bu drobilkamiz motoriga keladigan bo'lsak, motori 5,5 kilovatlik, 220 tokda ishlaydi, 3000 оборотda bo'ladi. Hop, peredacha, remelli peredacha bo'ladi, ho'l quruq tanlamaydi, bemalol chiqarib olasizlar. Bu faqat makka poyi o'tli mahsulotlar uchun, don mahsulotini maydalamaydi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 4,9 million so'mdan qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.